Mehnat faoliyatimni 1992-yil Mirobod tumani Davlat soliq inspeksiyasidan davlat korxonalariga xizmat ko'rsatish bo'limida inspektorlik lavozimidan boshlaganman. Bugungi kunga kelib 30 yildan ziyod shu sohada faoliyat olib boryapman. Biz ilk bor ish boshlagan davrlarimizda soliq to'lovchilar davlat korxonalariga, kooperativ va jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish bo'limlaridan tarkib topgan bo'lib, barcha ma'lumotlar qo'lda yozish usuli bilan ma'lumotlar qog'oz ko'rinishida bo'lgan. Bugungi kunga kelib barcha ma'lumotlar elektron ko'rinishda bo'lib, barcha ma'lumotlar bitta ma'lumotlar bazasiga jamlangan bo'lib, bu o'z o'rnida soliq to'lovchilariga ham, soliq xizmatchilariga ham juda bir yengilliklar yaratgan. Hozir esa korxonalar faoliyat turiga qarab sohalarga bo'lingan holda inspektorlarga biriktirilgan. Har bitta korxonalarga alohida inspektorlar biriktirilgan. Oldingi davrdagi soliq tizimini shu ilk davrlar bilan bugungi kunni taqqoslaganda juda bir katta o'zgarishlar bo'lib, bu hammasi ijobiy tomonga. Bu ma'lumotlarning eng kerakligi ishlash uchun bizga ma'lumotlar kerak. Ma'lumotlar bir joyda jamlanganligi soliq to'lovchini ketma-ket bezovta qilinmaydi. Mana bir marta muloqotga kirilganda hamma kamchiliklar soliq to'lovchilarga to'liq yetkazib beriladi. Ish faoliyatimiz davrida albatta ancha yutuqlarga erishdik. Biz rag'batlantirildi bu mehnatlarimiz. O'zimiz rahbariyat tomonidan ham, soliq to'lovchilar tomonidan ham. Ko'cha-kuyda soliq to'lovchilarni ko'rsangiz ham tabassum bilan qarshi olib, minnatdorchilik bildirsa bir boshqacha bir tuyg'u bo'ladi-da bu. Inson qachon baxtli bo'ladi? Qachonki o'zini sevgan ishini to'liq, sidqi dildan bajarsa, bir ishni boshlasa-yu shuni natijasini ko'rsa, qo'ldan kelgancha o'zidagi mavjud tajribasini yoshlarga ulashsa, ustoz shogird degandek bo'lib, keyin kelajakda shu shogirdlar ustozlardan oshib ketib rahmatli keltirsa, ko'rsa inson mehnati natijasini, menimcha o'zini eng baxtli inson deb biladi. Shu sohamizda xizmat qilib kelayotgan yoshlarimizga maslahatimiz shuki, o'zligi ustida ishlashsin. Bu bizni mashaqqatli natijador kasbimizda omad yor bo'lsin, intilib o'zligini ustida ishlashsin, yuqori pog'onalarga erishsin. Bu pog'onalarga yetishga faqat mehnat, bilim va yana mehnat. Men o'zimni baxtli inson deb his qilaman, chunki sevgan kasbimda shuncha yil ishladim. Yaxshi do'stlar orttirdim. Endi bundan buyon ham mavjud tajribamizni yoshlarga qoldirish niyatimiz bor.